Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'zlari qisqacha tanishtirgan bo'lsalar. Bo'ladi. Men Sharq Turkiston Korlish shahri Tekchi yeza Rambagh kentida o'tiraqliq. Ismim Emin Yaqub. Men chet elga chiqqanimga 5 yil bo'lib qoldi. 5 yilda yoqqa qaytib bormadim. Ramga chet elga chiqqanimda meni o'rganishga deb jazo lageriga so'lavdi deb anladik. Shundan keyin men qo'rqib tushmadim. Shundan beri men vatanga berib olmadim. Urug'tuqqanlar bilan aloqalashib kelgan. 2 yil bo'ldi urug'tuqqanlar bilan hech qanday ko'rishamadik. Telefonni, WhatsAppni hammani juyatdi. Meniki 3 farzandim bor. Birisi qiz, ikkisi o'g'il. Birini yandirib chiqqan kichigini. Cho'ng qizim bilan cho'ng o'g'lim vatanga qaytib qolgan. Buldu 2-ayning 18-i Dubayga navlarimni ko'yim kelib ketdi desam navlarimni chiqibdi-ki, ikki navramni. O navramni men epqalay bir shikayimcha to'sun aynimda. Deb epqalgan. Epqaladim bo'ldi deb chiqib ketdi. Hemen 4-ay chiqaman deb. Bir shag'ala pasportni tatib jazolarga kirib 1,5 oyda o'sha qaraq shu jazolarga o'g'inish qildi deb. Yana chiqibdi pasportni bermadi. Shuning bilan bolalarni mening qishimda qolib qoldi. Bolalarni aktamadi. Men qo'rqib bolalarni avatamadim. Endi bolalarim dadasiz, anasiz qoldi. Men bolasiz qoldim. Urug'tuqqan ish qilasi bilan mishkamgacha aloqa yo'q. Hech kishlar qoldi. Yetib endi turmadimi, hayotmi, buni ish qilasini bilmadik. Bizim ikki bir tuqqan to'q singlimning qanday ekanligini uni uqmadim. Ismini qo'shib deb bergan bo'lsa, Singlimning ismi to'liq ismi Gulbahram Yaqub. O'g'limning ismi Aziz Emin, Xonqiz Emin, o'tani qilib qolgan. Qizimning ismi Xonqiz Emin. Qizimning 4 farzandi bor. Ikkisini nupusga olgan, ikkisini nupusga olmagan hamda. Kuyovimni shu sababdan Akram Umar shu izlab fakan to'laymiz deb xushuriyni qishib shuriydi degan. Uning qanday bo'lib ketdi? Qizim bilan 1,5 yil bo'ldi, hech qanday aloqa yo'q. Urug'tuqqanlar bilan. Kelinimninki dadasi Qayroxun Hojimamda. Qayr Sidiq u odamni shu o'g'lim bilan birga buldu 2-ayning 3-ayninki 10-chisi Qudamning qudisi Mahsumning familiyasi, Mahsum deymiz, familiyasini qo'ygan. Shu hammasini hamda o'g'lim menga xabar qilgan vaqtda biz 2000 dagi odam shu urug'tuqqan alog'ini, urug'tuqqan shu biladigan hamda biz hozir o'tirish joyimiz Dabaza. Shu o'pchorsidagi hammamiz 2000 dagi odamni epmoqdik, aytib boramiz deb shunday dedi. Uning ichida meningki ayolimning singlisining o'g'li Abubakr Ahmad Umova. O'g'limninki savaqdashi ham sherigi To'yg'un Hamdullah Umova. Uni ta shu ko'rishib turgan qadar qo'ypamigan. Qudamnim qo'ypamidi. O'tgandagi bir anglashlarda hamda shu To'yg'unjonni qo'yib turibdi, og'riq sababidan sirtga deb shunday dedi. Uningdan keyingi hech qanday bir xabarni o'qib olmadik. Endi men shu urug'tuqqanlarim, qarindoshlarim, bolalarim ustidan shikoyat qilaman. Bu davoni men bolalarim urug'tuqqanlar bilan ko'rishkicha davom qilaman. Sizlar bolalar ism bor deganlar, bo'lsa necha boshqasi qo'ygan bo'lsa-da. Bu o'g'limning cho'ngi Aziz Emin. Endi qolgan rasmlari Bakrasizga hamda qolgan tuqqanlarniki. Qolgan rasmlarni qilmoqda tayyorsizlik. Turqatdiq biz bugun sizning keldiganingiz uqmay. Bu davomlashtirganliklari men urug'tuqqanlar bilan ko'rishib aloqalashguncha davomlashtiraman. Rahmat. Sizga rahmat.